O'zini sevuvchi ayollar ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring. Bu video aynan siz uchun. Bahor faslida sizni yanada go'zallashtirish uchun Herbalife tomonidan uходовый kosmetikalar. Birinchi etap normal hamda quruq teri egalari uchun tavsiya qilinadi. Tarkibida aloe mavjud. Terini kirlanish hamda pardozdan chuqur tozalaydi, yumshatadi hamda namlantiradi. Ikkinchi etap o'simlik asosidagi tetiklashtiruvchi losyon. Tarkibida B3, C hamda E vitaminlari mavjud bo'lib, terini turli xil dog'lardan tozalaydi, tetiklashtiradi hamda yallig'lanishga qarshi ta'sir qiladi. Uchinchi etap antivozrastnoy sivaratka. Terini erta qarishdan himoyalaydi, turli xil ajinlarga qarshi ishlaydi, terini namlantiradi hamda qon aylanishini yaxshilaydi. Yuz terisini tabiiy porlashi uchun kundalik namlantiruvchi krem. Teridagi suv balansini me'yorga keltiradi, uni tinchlantiradi, tiklaydi hamda turli xil ajinlarga qarshi kurashadi. Teridagi yog' balansi hamda namlikni saqlash uchun maska. Terini yoshartiradi hamda tinchlantirib, yallig'lanishga qarshi kurashadi. Bu videoni sizga shu naborni olib berish kerak bo'lgan insonga yuborib qo'ying.